Likkilab ko'ringlarchi. Qimirlamayapti. Ustiga 130 kiloli odam chiqsa bemalol yursa bo'ladimi? Xudo xolasa. Buni necha kunda bitirdinglar? 15 kundagi. 15 kunda bitirdinglar mana mashinasi. Mashinasi 220 ming so'mdan bu. Firma o'zlari 3 burchak bo'ladi. Nima deydi bunaqasini? shoti deyiladi. Shoti deydi. Shoti deyiladi. Necha metrga necha metr? Uzunligi 50 metr, eniga 20 metr. Eniga 20 metr. Buniki stoykali tushdi. Stoykasiz ham 20 metr bekitasizlar. 25 metrgacha yasab o'rnatib beramiz. O'rtada stoyka bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Tungasi yopib chiqib ketamiz. Hammasi ichida qilib beryapsizlar. Usta haq ichida. Yeb ichishi ham ichidami? Yo'q, yeb ich. Olib berishadi. Uyda gaz qilib beradi. Ha, to'g'ri. 15 kunda bitti. Tunkasini necha kunda bekitasiz? 2 kunda xudo xolasa. 2 kunda. 2 kunda yo'q. Uy joyga ham qilib berasizlar. Uy joyga ham qilib beramiz. Bog'xona. Molxona, otxonaga farqi yo'q. Farqi yo'q. Telefon nomerlarini qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Nechpildan nechpilgacha shunisini aytinglar. 160 mingdan 250 minggacha Qilib berasizlar. joyiga. Mashinasi nechpildan bo'lgan mana mashinasi? Mashinasi 220 ming so'mdan bo'lgan. 220 mingdan tomini yopib 0 gacha qilib berasizlar. Sliflarigacha qo'yib berasizlar. Slifigacha tunukkasini yopib chiqib ketamiz. Bor. 17 kun, 18 kun ekanda o'pshi. Xudo xolasa. 50 metrga 20 metr 18 kunda. Necha kilosan? 85 kilo. Uni ustiga 130 kiloli odam chiqsa, Ko'taradi. likkillab o'tirmaydi. Yo'q. Mana bittasiga osilgandi. Necha kilodan sizlar? 80 kilo. 80 kilodan 160 kilo.